Assalomu alaykum. Bugun mana suyak bo'g'imlarga qarshi guard kompleksimizni ichib natija olgan akamiz oldilariga keldik. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Mana guard olib kelyapmiz yana sizga. Kompaniyamiz tomonidan sovg'a qilib jo'natishdi. Akajon, bu mahsulotni ichishingizdan oldin nima muammolar bor edi? Aka, men o'zi sportchiman, terma jamoa a'zosiman. Bu mahsulot ichishdan oldin tas suyagida yallig'lanish bor edi. Shuni 1 oy davomida iste'mol qildim. Hozir o'zgarish ancha yaxshi, sezib qoldim. Endi hozir mazim tugab qoldi, keyin kollagen kamgina vitaminlarni ichib bo'ldim, o'zgarish sezdim. Hozir yaxshi. Endi qo'shimchasiga yana iltimos qildim, meni olib kelib berishdi. Rezultat ancha yaxshi. Mashalloh. Aka, bu mahsulotni ichganingizdan keyin nechinchi kundan ta'sirni bildingiz? Mahsulot ichgandan keyin shu 1 haftadan keyin ichdi bosh. 1 haftadan keyin uje o'zgarish boshlandi. Nima bo'ldi? Og'riqlar kamaydimi? Nima bo'ldi? Og'riq kamaydi. Oyoq qamashni boshladi. Mahsulotni olganingizdan oldin ham qanaqadir preparatlar, dorilar yoki lecheniyalar bo'lganmidi aka shu soha bo'yicha? Ha, undan oldin hamma narsa qilib ko'rdim. O'zim sportchi bo'lganimdan keyin tezroq formaga qaytish kerak edi. Hamma narsa qildim. Keyin bo'lmagan Instagramda reklamalarda ko'rib qoldim, sportchilar ham ichgan ekan. Keyin men ham qiziqish bildirib oldim. Hozir esa yaxshi. Ha, Instagramdan demak ko'rib kuzatib oldingiz. Buni shu suyak bo'g'imida, belida, oyog'ida shunaqa muammosi bor odamlarga nima tavsiya qilasiz aka? Bu men yosh kattalarga ko'rdim, lekin yoshlarga ham tavsiya qilar ekanman. Yoshlar ham ancha rezultat qilsa bo'ladi. Sportchilar ayniqsa ichida multivitaminlar ham bor ekan, o'zini ancha tetik his qiladi-da. Tavsiya qilaman yosh katta, yosh kichkinalar, qayerda suyak bo'g'im og'riqlari bo'lsa, bemalol O'zgarishlardan xursandsiz? Ha, xuddi shuni xursandman. Sog'ayib keting akajon.